Faqat Makka va Madinada dahshatli fojia yuz berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video yoriqlarimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qolding. Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi Makka shahridagi Masjidul Haramning yuqori qavatidan bir erkak o'zini pastga tashlaganini ma'lum qildi. Bu Khaleej Times xabar berdi. Masjidul Haram xavfsizligini ta'minlash maxsus kuchlarining xabar berishicha, ushbu shaxs o'z joniga qasd qilish maqsadida binoning yuqori qavatidan sakragan. Voqea joyida bo'lgan xavfsizlik xodimi uning yerga zarba bilan tushishini oldini olishga uringan va natijada o'zi ham jarohat olgan. Hozirda har ikkala shaxs ham shifoxonada va ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Holat barcha yuzasidan tegishli huquqiy va rasmiy jarayonlar yakunlangan. Masjidul Haram bosh imomi Shayx Abdurrahmon as-Sudays mazkur holat yuzasidan bayonot berdi. U ziyoratchilarning muqaddas dargohning qoidalariga rioya qilishiga va belgilangan ko'rsatmalarga amal qilishga chaqirdi. Ziyoratchilar ushbu jarayonning muqaddasligini e'zozlashi, islomiy odoblarga rioya etishi hamda o'zlarini faqat ibodat va toatga bag'ishlashi lozim, deydi Shayx Sudays. Bosh imom shuningdek, islom shariatining asosiy maqsadlaridan biri inson hayotini asrash ekanini eslatib o'tdi. U o'z nuqtasida Alloh taolaning o'z qo'llaringiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamang degan oyatini misol qilib keltirdi, deyiladi xabarda.